Tavba surasi 34-35 karimasida Alloh taolo deydi: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Bir kunidan murod qiyomatdir. O'sha oltin kumushlarni jahannam o'tida qizitilur. Oltin kumushlar zakoti berilmagan bo'lsa, jahannam o'tida qiziriladi va peshonalari, yonboshlari hamda orqalariga bosiladi. Mana bu o'zingiz uchun to'plagan narsangizdir. Endi to'plagan narsalaringizni tatib ko'ring deyiladi. Zakotdan qochadiganlarning ahvoli shu. Molining haqqini ado qilmaydiganlarning holi shu. O'zlari uchun ana shunday azoblarni tayyorlab qo'yadilar. Alloh asrasin. Buni hech bir banda o'ziga ravo ko'rmaydi. Oxiratga ishongan banda. Moli berilmagan zakot azobdir. Azobdir. O'ziga buyurmagan mol degani shu bo'ladi. Shuning uchun o'zlariga rahmlari kelsin. U molni Alloh taoloning o'zi bergan. O'zi u molning joyini ajratib qo'ydi. Alloh taolo shunday mehribon zotki, bandalar qiynalmaydigan qilib qo'ydi. 40 so'miga 1 so'm. 40 so'miga 1 so'm bandani qiynamaydi. Agar yarmini zakotga ber desa, biz bandamiz. Uning haqqi bor. Biz bir narsa deyishga haqqimiz yo'q. Lekin mehribon Alloh 40 so'miga 1 so'm ajratdi. Buni ham bermaslik endi mutlaqo mumkin emas. Musulmon odamga yarashmaydi.